Ishlab chiqarishda o'lchov qanchalik muhimligini kecha bir video ko'rgandim Instagramda. Shtangen sirkul bilan berilgan shtangen sirkul yaxshi ko'radi. Haqiqiy metrolog bo'lsa, anaqa variantga ishonadi, chunki haqiqiy metrolog o'zini bilimiga ishonadi. O'zining hisobot varaqasini bilishi kerak. O'zini ish stoli birinchi detalimizni chizmasi bor. Har bitta mahsulotdan nukitor kensa deydi yaponlarda, ya'ni vыборочный deydi har birini. Boshlaymiz. Assalomu alaykum. Ishlab chiqarishda sifatni juda muhimni bilgan hurmatli rahbarlar. Ishlab chiqarishda o'lchov qanchalik muhimligini juda yaxshi bilasizlar. Bugungi ishimiz xuddi shunaqa ertalabdan o'lchovni amalga oshirish bilan bog'liq bo'lgan ish keldi. O'lchov bo'yicha hisobotini berishimiz kerak ekan. Kecha bir video ko'rgandim Instagramda. Shtangen sirkul bilan bog'liq. O'lchov vositalari juda ham muhim ishlab chiqarishda. O'lchov har bitta qadamda uchlaydi ishlab chiqarishda. Butun shunaqa biz ham bugun mahsulotni qay tartibda o'lchash ketma-ketligini ko'rsatib berishga harakat qilaman. Bizda materiallar, o'lchash uchun kerak bo'lgan materiallarni ishlab chiqarishdan oldik. Ular mamlaqa lot bilan beradi. Lot degani shu qachon ishlab chiqarilganligi uni keyinchalik tekshirish uchun kerak bo'ladi. Hisobot varaqamiz, chizmalar ko'rsatilgan. O'sha chizmalar bo'yicha o'lcham dopusklari bilan berilgan. Bu shtangen sirkul metrologik osmotrdan o'tgan, metrologik tekshiruvdan o'tkazganmiz. Ko'pchilik shtangen sirkulda elektronniy variantini ishlatishni yaxshi ko'radi. Haqiqiy metrolog bo'lsa, anaqa variantga ishonadi, chunki haqiqiy metrolog o'zini bilimiga ishonadi. O'zini bilimiga ishongan haqiqiy metrologlar juda ko'pini ko'rganman, analog variant ishlatadi. Analog variantda siz o'zingiz hisoblashingiz kerak. Bu meni ish stolim. Bu biz ofisimizga kelganlar juda yaxshi biladi. Sizlarga ulashayotgan ko'p bilimlarimni mana shu stolda o'tirib olganman. Bilim berishdan oldin albatta bilim olish kerak. Ketma-ketlikda birinchi detalimizni chizmasi bor. O'sha chizmasiga qarab turib, bu detalimiz o'lchamini chiqarib berishimiz kerak. Har bitta mahsulotdan nukitor kensa deydi yaponlarda, ya'ni выборочный kontrol deymiz. 50 tadan 5 tani tanlab olib qo'yganmiz. Shu 5 tani tanlab tekshirishga harakat qilamiz. Unga qadar jarayonni ko'rsatishga harakat qilaman. Yaxshi ko'rinadimi yo'qmi bilmayman, chunki juda yaqin masofada. Hisobotimiz birinchi qismida vizual osmotr degan 5 tasini vizual osmotrini o'tkazamiz. Birinchi vizual osmotrda hech qanaqa muammo yo'qmi? Bo'lib chiqishlar yoki misol sensorlar yo'qmi? Qo'lga tegib xalaqit beradigan. O'lchash jarayonini ketma-ketlikda har birini ko'rib chiqqanimizdan keyin boshlaymiz. O'lchov jarayonlarida adashib ketmaslik uchun detallarimizni namda qilib nomerlab olamiz. Chunki har bitta o'lchayotgan detalimizni bog'laymizmi yo'qmi? Aralashib ketishning anaqasi bo'ladi, holatlari bo'ladi. Shu aralashib ketish holatlarini oldini olish uchun nomerlab chiqamiz. O'lchashdan oldin birinchi shtangen sirkul to'g'ri ishlayaptimi yo'q tekshirib olamiz, ya'ni 0 ga olamiz. 0. Nima uchun 5 ta mahsulot o'lchanadi? Albatta xohlaymizmi yo'qmi? Har xillik bo'ladi, hamma mahsulotda dunyoda bir xil bo'lgan mahsulot umuman yo'q. Shuning uchun ham 5 ta o'lchanadi. Shu tartibda qolgan detallarni o'lchanadi va har biri shu hisobotga kiritib chiqiladi. O'lchov juda muhim.
o'lchov bo'lsa sifat bo'ladi. Hozir mana tarozimizni olib keldik. Tarozida o'lchashdi muhim taraflaridan biri tarozi qo'yayotgan joyingiz 0 gradusda bo'lishi kerak. Ya'ni danza deydi. Adir-budir bo'lmasligi kerak. Qo'yganingizda 0 ko'rsatib turish kerak doim. Detalimizni bitta qo'yib turib berilgan o'lchamda hozir bu yerda 26 beryapti, plus minus 2 bo'lib chiqishi kerak. Qo'yib ko'ramiz. Birinchisi точно 26 chiqdi. Ertalabki boshlagan o'lchashimiz yakuniy bosqichiga yetib keldik. Ya'ni o'sha bizda memoday deydi. Maktabda bolalar ishlatadigan stul bilan parta birgalikda chiqadigan stulimizni partasini qo'yadigan qismini hozir o'lchamlarini olyapmiz. Bunda ham xuddi shunaqa ertalabki bilan bir xil detalni olib kelganmiz. 50 ta detal bor. Temir katta bo'lganligi uchun laboratoriya xonasiga olib kelib, laboratoriya xonasida o'lchashga majburman. Ofisda joyim kichkina sig'maydi. O'lchov priborlarimiz ham katta mana bu balandlik o'lchash height gauge deymiz biz. Height gauge'lardan foydalanamiz. O'lchashda bunda ham ertalabki detallar bilan bir xil chizma berilgan. Chizmada qayerlarda o'lchash berilgan, dopusklar berilgan. O'sha dopusklarga asoslanib, dopusk chegarasida bo'lgan mahsulotgina sifatli deb go'kati deydi yapon tilida. Yana testdan o'tgan degan xulosani berishimiz mumkin hisobotda.